Assalomu alaykum muxlisjonlar. Assalomu alaykum. Sizlarga ijoddoshimni yengilligi bor ekan. Endi birgalikda eshitamiz. Bor, hozir Miraxonga ham bu juda ham boshqacha yangilik bo'lib tuyulishi mumkin. Uzmir Media jamoasiga yangi qiz olmoqchimiz. Nima deysiz Miraxon? Yangi qiz oldik. Bu qizni hozir men sizlarga ko'rsataman. Sizga ko'rsataman hozir. Qani? Turibdi uni. Tayyormizmi? Tayyormizmi ko'rishga? Tayyormisiz o'zingiz? Конечно, men ichim qizga tortdi hozir. Xullas, hazillashtirmaysizlar. Uzmir Media jamoasi ajoyib bo'lgan GM avtomashinasi Trekkerni sotib oldik. Mana shunday. Bu qiz bizni uzog'imizni yaqin qiladigan qora qizimiz. Ana, bop topdi. Bop topdi. Jamoli. Meni ko'chamdan o'tgan odamni tortishar yengini. To'damizga raqib chiqmadi, topolmadik dengini. Biz temadan Hozir ijoddoshim sizlarni va meni yangi qizchamiz bilan tanishtirib chiqadi. Albatta. Xo'p, bu mashina Trekker 2. Tortishiga umuman gap yo'q. Endi puliga qimmatmi, arzonmi? O'zlaring kommentariyada yozib, nima bo'l. Sizlarga ham nasib qilsin. Sizlarga ham nasib qilsin, iloyim niyat qilib yurganlar bo'lsa, niyatiga yetib, albatta olib, maza qilib yurishsin. Zo'r mashina ekan. Azizlar, mana hozir 1 dan 100 gacha test qilib ko'ramiz. Hozir 3 kishimiz mashinada. 1 2 ko'ramiz. Motorda ko'rasizlar. Shunday katta mashina uchun qanaqa motor bor. Endi ko'rmaganlar uchun-da bu. Motor mana. Malibuda mana mashinangiz. Nada tushundim. O'tdiydi biz. Turbina qo'yilgan. Finaliga ajoyib, lekin tortishi zo'r. Endi bilmadim. Qachongacha bunaqa tortadi? Salon ichiga kiramizmi, Miraxon? Albatta. Xo'p, salon ichiga sizlarni taklif qilaman. Mashina yumshoq ekan. Hozir ham bor. Ekran qo'yilgan. Bluetooth bor. Smartfonsiz chiqmagan yaxshi, shunisiga e'tibor berishdi zo'r. Shunaqa Miraxon, qalay sizga yoqdimi? Qarang. Menchi mashinani yumshoqligiga mazza qildim, to'g'risi mashinani nimalarini